Dunyodagi eng kuchli og'riqlardan bittasi bu urologik og'riq hisoblanadi. Hatto u ayol kishi farzand tug'ayotganda o'zi his qiladigan og'riqdan ham anchagina kuchli hisoblanadi. Bunaqa og'riq buyrakdan tosh ko'chganda paydo bo'ladigan og'riqdir. Ya'ni bu buyrak sanchig'ida paydo bo'ladigan og'riq. Hozirgina ko'rigimda bitta bemor bo'ldi. Bemorimiz yurgan paytlarida birdaniga o'ta kuchli og'riq bo'lgan, 5 daqiqa davomida qotib qolgan joyida darhol tepaga uylariga chiqqanlar, uylaridan pastga tushganlar. Уже og'riqni, masalan, sog'lom yuribsizda birdaniga o'ta kuchli beldan qovuqqa uzatiladigan og'riq paydo bo'lganda ko'pchilik o'zida nima bo'layotganligini bilmasdan vahimaga tushadi. Ya'ni bunaqa holatlarda xuddi bo'ldi, men o'lyapman degan odamda tushuncha paydo bo'ladi. Tepaga chiqib, og'riq shunchalik darajada kuchliligidan og'riq qoldiruvchi tabletkalarni ichganlar. Bu orada ayollar bilan xayrlashmoqchi bo'lganlar, mendan rozi bo'l deb va bemorimiz og'riq qoldiruvchi tabletkalarni ichganlardan keyin og'riqlari birozgina kamayganlardan so'ng tuxumlarida, buyraklarida, qovoqlarida doimiy ravishda bir xilda kuchli og'riq bo'lib ko'rigimizga kelganlar. Ko'rigimizga kelgan paytlarida tekshirib ko'rganimizda aniqlagan narsamiz bu buyrakdan tosh ko'chgan ekan. Demak, bugun buyrakdan tosh ko'chganda nima qilish kerak uy sharoitida? Shu haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Birinchi navbatda buyrakdan tosh ko'chish holatlari bu asosan genetik bo'lish ehtimolligi ko'proq bo'ladi. Ya'ni agarda ota-onangizda tez-tez buyrakdan tosh ko'chish holatlari bo'lib turadigan bo'lsa, demak farzandlarda ham xuddi shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Chunki organizmdagi moddalar almashinuvining buzilishi hisobidan odatda buyrakdan toshlar paydo bo'ladi. Buyrakdan toshlar ko'chgan paytda o'zi qanaqa belgilar bilan namoyon bo'ladi? Birinchi belgisi bu buyrak sohasidagi kuchli og'riq bo'ladi. Og'riqdan tashqari qo'shimcha ravishda odamda ko'ngil aynishi bo'ladi va qayt qilish holati ham kuzatiladi. Buyrakdagi toshlar ko'chganda og'riq yonbosh tarafda, ya'ni mana shu bo'sh joyimizda, yon tarafimizda paydo bo'ladi va to'g'ridan-to'g'ri pastga qovoqqa qarab uzatiladi. Bemorda tez-tez hojatga chiqish, xuddi qovog'i to'lib hojatga borsa ham siydik chiqmaslik holatlari ham kuzatilishi mumkin. Ya'ni bunda buyrakdagi toshlar pastga, qovoq qismiga yaqinlashganidan dalolat beradi. Bu holatda ayrim holatlarda o'sha bemorlarimiz qovoqni shamollashi bilan adashtirib qolishadi va menda qovog'im shamolladi, qovog'im to'lgandek hojatga boryapman, siydik chiqmayapti deydi, lekin tekshirgan paytimizda buyraklardan kichkina toshlar ko'chib, o'sha qovoqqa chiqadigan qismiga yaqin qolganligi hisobidan qovoqni qitiqlaydi va shuning hisobidan tez-tez hojatga borish kuzatiladi. Agarda ko'ngil aynishi, qayt qilishi, o'tkir birdaniga bel sohasidagi og'riq, qovoq sohasida og'riq boshlansa va ayrim holatlarda qovoqdagi og'riq tuxum sohasiga ham tarqalishi mumkin. Ammo ehtiyot bo'lish kerak, agar qo'qqisdan birdaniga og'riq tuxum sohasida boshlangan bo'lsa, bu tuxumlarning buralish holati bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Tuxumlarning buralish holati shunisi bilan xavfliki, 4 soat ichida agar urolog ko'rigiga murojaat qilinib, operatsiya bajarilmasa, tuxumlar buralib, ularga qon bormasdan tuxumlar qurib qolish, ya'ni nekroz bo'lib, hujayralari o'lib ketishi mumkin. Demak, agarda sizda yuqoridagi belda, qovoqda og'riqlar bo'lib, siyishda muammolar bo'lib, siydik rangi qizg'ish rang chiqadigan bo'lsa, bilingki, demak sizda siydik tosh kasalligi bo'lishi ehtimolligi katta. Bunaqa bemorlar birinchi o'rinda qiladigan ishlari darhol zudlik bilan shoshilinch urologiya bo'limiga murojaat etishlari zarur bo'ladi. Ya'ni qayerda yaqin urolog bo'lsa, birinchi o'sha yerga borish kerak. Birinchi qilinadigan ish albatta bu buyraklarni ultratovush tekshiruvi, UZI tekshiruvi qilinadi va oddiy siydik tahlili topshiriladi. Ultratovush tekshiruvida tosh ko'chgandan so'ng buyraklarda shish paydo bo'ladi. Bu narsani ureterogidronefroz deyiladi meditsina tilida va bundan tashqari siydiklarda tuzlar miqdori ko'p bo'ladi va siydikda qon elementlari, ya'ni siydik analizda eritrotsitlar miqdori oshib ketadi. Agarda yaqqol shunaqa klassik belgilar bo'layotgan bo'lsa, og'riq o'ta kuchli bo'lsa, shifokorga borguncha ma'lum bir vaqt talab etiladigan bo'lsa, vaqtinchalik og'riq qoldiruvchi preparatlarni ishlatib tursa bo'ladi. Masalan, diklofenakka o'xshagan, agar unga hech qanaqa allergik reaksiya mavjud bo'lmasa va
toshni qayerda joylashganligi, kattaligiga qarab shifokor tarafdan buyrak sanchiqlarini yo'qotish masalasida yechim beriladi. Agarda toshlar kichkina bo'lsa 5-6 millimetrli, odatda davo choralari orqali ham bu toshlar 80-90% holatda chiqib ketishi mumkin. Ammo toshlar 1 santimetr undan katta bo'ladigan bo'lsa, qancha razmerlar kattalashib boradigan bo'lsa, demak, og'riq shuncha kuchli bo'ladi va bu toshlarning chiqib ketishi ham qiyin bo'ladi. Ayrim holatlarda og'riq umuman dori vositalari bilan qolmaydi va bunaqa bemorlar siydik yo'lda tiqilib qolgan toshni yo'qotish uchun operativ davo, ya'ni operatsiya o'tkazishlari zarur bo'ladi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, albatta yuqoridagi shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang, darhol urolog shifokorga murojaat eting va albatta og'riq qoldi, bo'ldi, tosh chiqib ketdi deb o'ylamang. Shu tosh chiqib ketganini aniq ultratovush yoki kompyuter tekshiruvi orqali tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Chunki ayrim bemorlarda tosh qulay joyga o'rnashib olib, buyrakda og'riqlari bo'lmaydi va buyrakda siydik uzoq yillar davomida chiqishi buziladi va bu buyrakni qurishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham yuqoridagi shikoyatlar bo'lganda, albatta bu kelajakda og'ir qaytarib bo'lmas asoratlarga olib kelmasligi uchun ham vaqtida shifokor ko'rigiga ko'rinib, albatta bu muammoni hal qilishingiz kerak.